Qari yaxshimi? Deb tashol naxo'ya. Senga meros qo'ygan-ey. Meros? Yaxshimisan? Qanaqa meros? Kiruyga choy bor qilamiz. Qalaysan? Tinchmisan o'zing? Yur, choy bor. Kofe olganman men kecha. Mazaq choy ichib o'tiramiz. Sizni bobet olamdan o'tdilar. Shu tufayli ularning merosi sizga qolgan ekan. 3 kun mobaynida siz ozizdan bo'lar bo'lmas jalab gandon suka degan gaplarni umuman so'kmasligingiz kerak. Agar so'kmasangiz, o'sha meros sizga qoladi. Gapim tushunarlidir. Bo'lmasam, ketdi vaqt. Bosh ustiga jonim, so'kmayman men jallab borim. Murutcha ber menga. O'zing kelib olib ketay, basharingga qo'tag'im. Ana bir marta so'kdingiz. Voy esimdan chiqdi. Voy murutsandan aylansin, voy joning sog' bo'lsin. Quloqlaringdan sanib, ma, yoqimli ishtaqa. Basharingga qo'tag'im gandon suka. Amni ham olib ber. Basharingga qo'tag'im gandon. Tiqilib o'lgur. Ma, onayni qo'tiga ski gandon. Tuzni ham olib ber. Onayni Onayni amgizki basharangga qo'tag'im, onayni ishizki qulog'ingni ostiki basharangga qo'tag'im gandon. Pidaras suka bilet, onayni emchigiski. Qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi? Sonlari yaxshimi? Qorning to'ydimi? Men qornim to'ydi. Endi boy so'kkanlaringcha quloqqa chalingandek bo'lsa, onayniski so'kmadim-ku, gandon. Ana yana so'kding. Onayni ami basharangga qo'tag'im, onayni emchigiski basharangga qo'tag'im, quyon onayni